Ularning uzunligi asosan 8 santimetrdan kichik bo'lmasligi kerak. Ya'ni tarang turgan holatda 8 santimetr bo'lishi kerak. Agar undan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu mikropenis hisoblanadi va bu mikrojarrohlik yo'li bilan davolanadi. Ularning uzunligi va urug'ni otish tezligi farzandli bo'lish uchun juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ulardan kichkina, penisim kichkina, ayolimni qoniqtira olmayman degan fikrlar bu juda ham noto'g'ri hisoblanadi. Ayol kishi ularning uzunligiga emas, jinsiy yaqinlikni sifatiga va uning vaqtiga qoniqish hosil qiladi. Birinchi va ikkinchi, uchinchi faza. Ushbu uchala faza mukammal darajada bajarilsa, ayol kishi albatta qoniqish hosil qilish kerak. Shuning uchun ulardan kichkina, ulardan o'zim qoniqmayapman yoki bo'lmasa ayolim qoniqmayapti degan fikrlarni umuman miyangizdan chiqarib tashlang. Ular tarang holatda 8 santimetrdan kichik bo'lmasa, bu hech qanday kasallik emas. Albatta bu o'z xohish istaklaringizga nisbatan zid ravishda qo'zg'algan ereksiya hisoblanadi. Ya'ni pornografik videolar va suratlar tomosha qilganda yoki bo'lmasa qizlar bilan muloqot qilganda, telefonda gaplashganda qo'zg'aladigan ereksiya hisoblanadi. Va bu ereksiyadan va ehtirosdan uyg'ongandan so'ng urug'ni chiqarib tashlash zarur. Urug' chiqarib tashlanmasa, bu pufakda dimlanishga olib keladi. Bu pufakda dimlanishlar esa o'z navbatida huquq sohasida juda ham yoqimsiz og'riqlarga olib keladi. Urug' chiqarib tashlanmasa, bu hol qayta takrorlanadigan bo'lsa, dimlanish surunkali bo'lib qoladi va og'riqlar ham davomiy bo'lib qoladi. Shuning uchun o'z navbatida pornografik video va suratlarni tomosha qilishni albatta bas qilish kerak. Onanizm bilan shug'ullanish va pornografiyani tomosha qilish ikkisi ham zararli. Erkaklar uchun zararli hisoblanadi. Shuning uchun bunday narsalarni iloji boricha uzoqroq yurishni maslahat beraman. Uylanmagan bo'ydoqlarda erta bo'shanish bu tabiiy holat hisoblanadi. Chunki bo'ydoqlarda ehtiroslar juda ham kuchli hisoblanadi va bu erta bo'shanishga sababchi bo'ladi. Uylangandan keyin bu holat sekin-asta o'z o'rniga tushishni boshlaydi. Muntazam va to'g'ri qilingan jinsiy yaqinlik tufayli aloqa vaqti ham sekin-asta uzayib boradi. Shuning uchun bundan hech ham xavotir olish kerak emas. Albatta bu o'z navbatida har xil turdagi kasalliklarga olib keladi. Ya'ni quruq sohasidagi og'riqlar yoki bo'lmasa jinsiy a'zolardagi har xil qichishishlar yokida o'ta asabiylik va jizzakiliklarga olib keladi. Asosan erkak kishini qoniqishi uchun ayol kishini qoniqishi uchun erkak kishi mas'ul hisoblanadi. Ikki o'rtada jinsiy yaqinlikka kirishdan avval ikki tomon ham birinchi fazani o'ta mukammal qilinsa, jinsiy yaqinlik yana ham mukammal darajada bo'ladi va ikki inson ham o'z navbatida qoniqish hosil qiladi. Shuning uchun jinsiy yaqinlik ham ikki taraflama bo'lishi kerak. O'ta kulgili holat. Ijtimoiy tarmoqdagi barcha ko'rsatilayotgan narsalarga, kelayotgan maqolalar yoki bo'lmasa YouTube'da berilayotgan har xil videolarga ishonib qolmasliklarini maslahat beraman. Agar mabodo YouTube'da o'latga qalampir surka va homila birato'la 6 oylik tug'iladi desa, ushbu narsani amalga oshirmaysiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni internet olamida barcha tarqalayotgan narsalarga amal qilish kerak emas. Sal fikr yuritinglar bu narsaga. Bu hech qanday zarar yo'q, bu ehtilom hisoblanadi. Ya'ni bo'ydoq yigitlarda bu tabiiy holat hisoblanadi. 14 va 20 kun oralig'ida ehtilom kelib turadi. Tushda bug'onish hosil bo'ladi. Bu Alloh tomonidan bizga, ya'ni yigitlarga berilgan inom deb hisoblasak ham bo'ladi.
Bu qaysi ma'noda? Yigitlar onanizmga va zinoga berilib ketmasligi va urug' organizmga zarar keltirmasligi uchun bu tushda bulg'anish hosil bo'ladi. Shuning uchun bu hech qanday zararli jihatlari yo'q. Bundan hech qanday xavotir olish kerak emas. Masturbatsiya bilan shug'ullanmaslikka iloji boricha harakat qiling. O'zingizni chalg'iting, namoz o'qing, kitob o'qing. Masturbatsiya bilan shug'ullanish bu narsaga o'rganib qolishlikka olib keladi va bu o'z navbatida haqiqiy jinsiy yaqinlikdan sovishga olib keladi. Jinsiy yaqinlik asosan bir taraflama emas, ikki taraflama bo'lishi kerak. Ya'ni ikki taraf ham o'z navbatida jinsiy yaqinlikdan qoniqish hosil qilishi kerak. Shundagina jinsiy yaqinlik mukammal darajada bo'ladi. Shuning uchun bu narsani turmush o'rtog'ingiz bilan maslahatlashganingiz ma'qul hisoblanadi. Albatta jinsiy ereksiyani pasaytiruvchi dorilar mavjud, lekin bu keyinchalik hayotingizga jiddiy zarar yetkazadi. Ya'ni keyinchalik jinsiy zaiflikka olib keladi. Men bu narsani sizga maslahat bermayman. Dinimizda uylanishga sharoitingiz yo'qmi? Ro'za tuting deyilgan va namoz, ko'z zinosi va shu qatorda boshqa yomon odatlardan saqlanishga yordam beradi. Shuning uchun sizga namoz o'qishingizni va ro'za tutishingizni maslahat beraman. Har xil preparatlarni, dori vositalarini qo'llashingizni men maslahat bermayman. Albatta shifokoringiz bilan bu narsani maslahatlashib turib, ayolingiz va homilaga ziyon yetkazmaydigan holatda jinsiy yaqinlik bilan muntazam ravishda shug'ullanib tursangiz bo'ladi. Buning hech qanday zarari yo'q. Bu yoshda siz bunday dorilarga o'rganib qolishingiz bu organizmga juda ham katta zarar hisoblanadi. Ya'ni bu tashqaridan kelayotgan tabletkalar, ya'ni tashqi tarafdan kelayotgan ereksiya qo'zg'atuvchi dorilar keyinchalik jinsiy zaiflikka olib keladi. Keyinchalik bu dorilar ham yordam bermasdan uni dozasini oshirib borasiz. Va bu keyinchalik umuman ta'sir qilmay qoladi. Doridan umuman qutula olmay qolasiz. Shuning uchun bu doridan umuman voz keching. Hech qanday homiladorlikka zarar keltirmaydi. Lekin bu o'z sog'lig'ingiz uchun zararli hisoblanadi. Bu shamollagandan hisoblanadi. Ya'ni markaziy nerv sistemasidan impuls tarqalishi sekinlaganligi sababli siz kichik hojatdan keyin, ya'ni siyib bo'lganingizdan keyin qo'l yuvganingizda yoki bo'lmasa sovuqqa chiqqaningizda yana qaytadan siyish hissi paydo bo'ladi. Buni yo'qotish uchun asosan shamollashni yo'qotish zarur. Albatta hayz vaqtida va buyrakda qandaydir muammolar bo'lsa yoki bo'lmasa qon devorlariga qandaydir shikast yetgan bo'lsa, qizli parda olinmasa ham qon kelishi mumkin. Jinsiy yaqinlikka kirishishdan avval ayolning orqa tarafidan va oral jinsiy yaqinlik mutlaqo taqiqlanadi. Er-xotin munosabatlari to'shak ostida bo'lishi kerak va er-xotin bir-biridan uyalmasligi kerak. Har bitta jinsiy yaqinlikdan so'ng g'usl qilinishi shart va jinsiy yaqinlikda har ikki taraf qoniqish hosil qilmaguncha jinsiy yaqinlik davom etishi zarur. Husnbuzarlar bu o'tish davrida gormonal ish faoliyatining buzilishidan kelib chiqadigan holat hisoblanadi. Bu sizning hech qanday analizm bilan shug'ullanishingizga daxli yo'q hisoblanadi. Bu vaqti kelganda bu narsa o'z-o'zidan asta-sekin yo'qolib ketadi. Sizga maslahatim, husnbuzarlarni siqmang va analizm bilan hech qachon shug'ullanmang. Stresslar va asabiyliklarning ta'siri juda ham yuqori hisoblanadi.
Sizga maslahatim psixoterapevt, nefrolog yoki bo'lmasa psixolog bilan bir qator maslahatlashing va magniy B6 tabletkasini bir oy muntazam ravishda 3 mahaldan, bir kunda 3 mahaldan ichib turing. Bundan keyin oilaviy sharoitingizni ham yaxshilashga harakat qiling. Turmush o'rtog'ingizda hozirgi kunda juda ham ko'p uchrayotgan jinsiy aloqada erta bo'shanishlik yoki bo'lmasa jinsiy aloqadan lazzatlana olmaslik, yoshga oid har xil o'zgarishlar, gormonal buzilishlar yokida bo'lmasa onanizmga mukkasidan ketishlik sabab bo'lishi mumkin. Bunga aniq tashxis qo'yish uchun turmush o'rtog'ingiz urolog ko'rigidan o'tishi va kerakli analizlarni topshirishi zarur va davo choralarini ko'rgandan keyin albatta bularning barchasi o'z o'rniga tushadi.